svetoforda dursiz, sari yonadi, yeşil yonadi. 1 sekund o'tmaydi. Orqadan bip deb signal bosadi. Necha odamlar bu qadar sabrsiz? Menimcha buni 2 dona sababi bor. Birinchisi iqtisodiy holat. Ko'pchilik oylikdan oylikka yoki davlat ishida ishlab yurgan bo'lsa, pulni zo'rg'a yetkazib turibdi-ku. Shunday vaqtda endi Instagram degan narsa ham bor. Qaysidir brat gelib yurganini qo'yadi. Qaysidir akam unga o'zini eri 300-400 ming so'mlik buket olib berganini qo'yadi. Vaholanki bu yilda bir marta bo'lgan bo'lishi mumkin. Onu brat gelikni arendaga olib turgan bo'lishi mumkin. Lekin shu narsalar davomiy qo'yilavergandan keyin balki svetoforda brat men loserman, ya'ni omadsiz ekanman. Meni odamlar Instagramda omadga erishib turibdi, ya'ni omadli hayotini qo'yib turibdi deb o'ylaydi. Lekin aslında undan emas, absolut undan emas. Bu ichine yig'ilgan agressiyani nishat chiqarishni bilmaydi-da va uni oldinda ikki xil yo'l bor. Oddiy signalda o'tirib, ana shu 1 sekundni o'tiravergan odamga tinga signal bosish, bu birinchi yo'l. Ikkinchisi, Instagramda video qo'yadigan odamlarning kommentine giradi-da, chaqirib negativ yozadi bratim. Va men bu kommentda negativ yozadigan odamlarni ayblajak emasman. Ular nishatsin, nerda o'zini agressiyasini chiqarsin. Jamiyat shu qadar ramkalar qo'yib tashlagan, erkak kishi yig'lamasin. Erkak kishi hamisha bo'zini qoshini ushlatib, jiddiy bo'lsin deb ramkalar qo'yib tashlagan. Vaholanki inson tabiati unday emas edi. Lekin jamiyat shunday ramkalarni qo'yib tashladi. Bu o'zindagi zaharni nera chiqarsin? Erkak nishatib chiqaradi, komment yozadi, yashilandi, signal bosadi. Yechim nishatish kerak. Bilmayman mana. Lekin aniq ina shu sabablar yuqoridagi sabrsizlik va jahldorlikka olib kelganligini kuzatishlarim mobaynida men shuni tushunib yetdim.